Onasi, bularni obzorini qachon qilasan? Bularni qarang, muncha chiroyli, ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Rasvetkalarni qarang, shunaqangi chiroyli. Lyubov vkusli ayollarimiz uchun kesili hammasidan. Endi bittasini och endi. Mana, keling. Mana buni qarang, juda ham chiroyli ekan. Matosi nima? Matosini ham yetib ketgan. Matosi 100% paxta qizli. Ochgancha men sizlarga bitta qolgan rasvetkalarni ko'rsatib ketiraman. Xonanglarni dizayniga qarab, ovrasini. Kantlari bor ekan chetida. Prostinasini chetida shunaqangi kantlari bo'ladi. Bularni qarang, razmerlari ham katta-da, 2,5 ga 2,5 razmerda ekan. Sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, podдержка qilib qo'yasizlar. Narxini hozir videoning oxirida aytib ketamiz. Bungacha sizlarga bir mana bular chiroyliligini qarang. Xullas 30 xilga yaqin rasvetkasi bor. Kevrasizlar. Qaysi birini mana qarang. Ani 100 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Kevuringlar aynan sizlarni didinglarga bos bo'lgan pasteli naborlarni Mamni ham ko'rsataymi? Maryam Xomda topasizlar. Narxi nechi pul tez et. Narx $40 da. Ulgurib olinglar. Barchalarni kutib qolamiz Maryam Xom do'konlarida.